Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xolid Ertugrulni o'tmishimdan voz kechib keldim kitobi haqida gaplashamiz. Siz hayotingizda hech diniy ta'lim, diniy bilimlaringiz uchun bosimga uchraganmisiz? Yoki bo'lmasam hech o'ylab ko'ring, sizning oilangiz ateist va siz o'zingiz faqat islom diniga e'tiqod qilganingizda nima bo'lar edi? O'ylab ko'ring, shukr uchun bizda qancha narsa ne'mat bor, lekin nega bizda yo'q narsalarni ko'ramiz? O'zbekistonda tug'ilganimiz, musulmon bo'lib yaratilganimiz, islom diniga e'tiqod qilishimiz yo'q, biz kamchiliklarni ko'ramiz. Nimaga gapni bundan boshladim? Xolid Ertugrul 1997-yilda Turkiyada Ro'molga qarshi inqilob boshlanadi. Davlat harbiylarning qo'liga o'tib ketadi asosan. Shunda universitetda oliy ma'lumotli o'qituvchilar hammasi harakat qiladi. Bu kitobdagi qahramonimiz ham bir shaklda o'zini qurbon qilib, bir hayotida bir qizga haqini toptirishda yordam qo'lini cho'zadi va oxir-oqibat xullas asarni o'qing. Nega aytayim? Oxirida yuraklaringiz bir iztirob holatiga tushadi-da, siz qaytadan tug'ilasiz bu asarda. Ishoning, juda ko'p ne'matlar borligini anglab yetasiz atrofingizda. Bir qadar. Shuning uchun tavsiya qilyapman, qo'rqmasdan. Holbuki vaqt, bizga berilgan vaqt ne'mati, atrofimizdagi bir qadar gumon bilan, shubha bilan qarayotgan narsalarimiz xuddi holbuki bizda bo'lishi kerak bo'lgan sharoitlarni kamchiliklarini ko'ra olasizda. O'zi biz mukammal hayotda bir qadar yashayapmiz, lekin siz bilan biz uchun ancha ibrat bo'ladi. Mana kitob muqovasi ko'rib oling, Xolid Ertugrul. Men birinchi bo'lib shu kitobdan boshlagan. Mayli. Hozir ko'rmassiz, lekin vaqti kelib o'qisangiz, shunda ishoning o'zgacha og'ushlar, o'zgacha hissiyotlar ummonga g'arq bo'lasiz. Qalblaringizdagi iztiroblar bir shaklda qayta tug'iladi. Ya'ni sizga berilgan ne'matlar naqadar buyuk va kerakli ekanini tamomila anglab yetasiz. Xullas, kitobni oxiridan ozgincha xulosani aytaman. Qiz islom dinini qabul qiladi va oilasidagi bosimga qaramay namoz o'qishda, ibodat qilishda sobit qadam bo'ladi. 180 gradusga o'zgarar qahramonimiz kitob davomida va oxirida oilasidan qochadi, ustoziga qiz bo'lishga harakat qiladi. Yo'q, Allohdan iltijo qilib so'radi, yo Allohim, yo ota-onamga hidoyat bergin yoki bo'lmasam jonimni olgin. Allohga shu qadar yaqin bo'ladiki, siz o'ylab ko'ring. Shu qadar yaqin bo'ladiki, bir duo qiladi va duosidan so'ng u chiqqan avtobus avtohalokatga uchraydi. Ilk sajdasini qiladi. Islom dinini qabul qilgan ilk haftasida shu hodisa ro'y beradi. Kitobda shu haqida batafsil bayon etilgan. To'g'ri, hammamizda ham kamchiliklar bor. Lekin shaxsan o'zim har kim o'qishini iltimos ham qilardim. Agar qo'limdan kelsa, shu kitobni majburan bo'lsa ham o'qigan bo'lar edim. Nega? Aytayapman-ku, buni ta'sir doirasiga tushgan inson keyin o'zini o'ylaydi. Men ham ta'sir doirasiga ma'lum vaqt tushganman. To'g'ri, hammamiz insonmiz. Kamchiliklarimiz yetarli. Mukammallik yo'q bizda. Insonmizki xato qilyapmiz. Insonmizki yashayapmiz.
bunga bog'liqlik joylari bisyorligi uchun nega bu gaplarni gapiryapman? Bir qadar anglagan inson uchun yaxshigina fikr va tafakkur qila oladigan kitobda. Buni ko'rarsiz, balki ko'rmassiz. Hech bo'lmasa shu ma'lum miqdordagi insonlar buni ko'rib, shu kitobni o'qisa va bir qadar meni foydam tegsa, men bundan faqat xursand bo'laman.